Bismillahirrahmanirrahim. Ovchi hikoyasi. Dekabr oyini so'nggi kunlari edi. Tushlikdan keyin qor yog'ib boshladi. Kun botib, qorong'u tushib boshlaganda qorning qalinligi bir qarishdan kam emasdi. Xudo xohlasa ertaga ovim barordan keladi deb 10 ta qo'l bola o'q tayyorlab qo'ydim. Qorda quyon va qirg'ovullarning izlari yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Ammo lekin o'qning paroxi qora parox edi. Ko'p vaqtdan buyon ovchilar do'koniga bormagandim. Qora parox ham yomon emas, lekin miltiqni otganingizdan keyin 3-4 daqiqagacha yaqin atrofingizni qora tutun qoplab oladi. O'sha turg'unlik yillarida 50 qal'aning yangidan ochilayotgan yerlari quyonlar va qirg'ovullar makoni edi. Ovchilar do'konidan miltiq sotib olishning hech qanday muammosi yo'q edi. Har vaqtdan militsiya xodimlari uyma-uy kirib miltiqlarni olib ketishardi. Uyquga barvaqt yotdim. Tush ko'rib cho'chib uyg'ondim. Ayolim, farzandlarim tinchgina uxlab yotishardi. Tushimda devordagi mixga qayshidan ildirib qo'ygan miltig'imning qundog'i sinib ikki tomonga ayrilib ketgan ekan. Yangi miltiq edi. Butun fikru zikrimni menga nima bo'lar ekan mazmunidagi qo'rqinchli o'y-xayollar qurshab olgandi. Juda qo'rqdim. Hademay tong otadi. Ovchi jo'ralarim tez chiqqin, ketdik deb kelishadi. Ularga tush ko'rib qo'rqdim desam, ustimdan mazax qilib kulishadi. Tong otdi. Eshik taqilladi. Ayolimga bir qaradim-da, miltiqni qo'limga olib tashqariga chiqdim. Bir xiyolim ovga borma deydi, bir xiyolim borgin deydi. Ba'zo'r ovchi jo'ralarimga ergashdim. 2 soatga yaqin qor kechdik. Na bir quyon, na bir qirg'ovul uchramadi. Shu payt bulutlar orasidan charaqlab kun chiqdi. Oppoq qor yanada oqarib ketgandek tuyuldi. 10 metrcha oldimda bir o'ram yulg'un, yantoq oqboshlarning pastki shoxalari orasida qimirlamay kun nuri bilan chaqnashib turgan sarg'ishroq rangli qirg'ovulning quyrug'iga ko'zim tushdi. Tepkini bosdim. Oraliq yaqin edi. O'q zarbidan titilib ketib, yeyilgan go'shti qolmagandi deb o'yladim. Qora paroxni tutuni tarqalib bo'lguncha kutmasdan o'ljaga qo'limni cho'zdim. Qo'limga qirg'ovulning yumshoq pari emas, yog'och tekkandek bo'ldi. Yog'ochni cho'plar ortidan tortib oldim. Menga qirg'ovulning quyrug'iga o'xshab ko'ringan narsa ov miltig'ining sarg'ish rangli qundog'i ekan. Qundog' sinib 2 bo'lakka ajralgandi. Shu vaqtda jo'ralarim ham kelib qolishdi. Miltiqda bir dona o'q bor edi. Ularga ko'rgan tushimni aytib berdim. Shu yerlarda 30-40 chog'li qo'y boqib yuradigan qarri qozoq buvoni ko'p ko'rganman. Miltiq shuniki bo'lsa kerak dedi. Miltiqdagi o'qni olib cho'ntagiga solib, miltiqni o'z joyiga qo'yarkan, Safarboy qozoq yana so'zda davom etdi. Hech gap so'z bo'lmas. Agar qozoq bobo kimlardandir eshitib, bilib uyingga kelsa, miltiqni pulini berasan. Tashvish qilma dedi. Uni aytganidek bo'ldi. Qozoq boboni nevarasi meni topib keldi. 37 so'm pul berdim. O'sha yili bahorda Safarboy qozoq jo'ramiz og'a-inilari bilan birgalikda Qozog'istonga ko'chib ketishdi. Hamma narsani bilguvchi Alloh taolo bu hodisadan meni tushimda xabardor qilgan ekan-u, men xumkalla ilmim kamligi sababli tushimni aniq ta'birlab bilmadim. Beshikdan to qabrigacha ilm izlash kerak ekan. Bu gap so'zlarni qishlog'imizning militsiya xodimi ham eshitdi. Kelib miltig'imni olib ketdi.